Assalomu alaykum mo'ysam kuzatuvchilari. Bugungi ishlarimiz 8-aprel. Sizlarga do'konimizga bo'layotgan ishlarni obzor qilib beraman. Bu bizning ofisimiz. Bu yerda 3 ta komplektlik bekobot uchun tayyorlab qo'yganmiz. Bu pult upravleniyamiz, ekonomli variant, kartalik varianti bu. Bunda ikkita karta bo'ladi, bittasi отчетный bo'ladi, bittasi VIP karta bo'ladi. Отчетный degani necha pul mana kassa bo'lganini, mana ko'rasiz. Necha pul kassa bo'lganini bemalol ko'rib tursangiz bo'ladi. Qo'rqmasdan mo'yka apparatini, kaltini ishlarni topshirsangiz bo'ladi. Mana kartasi bor, VIP karta. VIP degani o'zining mashinangizni yoki bokslar uchun toza bo'lishga qulay tomoni bor. Nima funksiyasi bo'lsa, hammasi sizga tekinga ishlab beradi VIP ga. Bu apparatimiz ekonomli variant. Bitta mashinaga 60 litr rasxod qiladi. Har bitta bosgan funksiyangizga 5,5 kW dan tok ishlaydi. Mana bu bizning postavkamiz, motorning turayotgan polkasi bo'ladi. Mana dahshat holatda o'zi qo'tirilgan, ulangan, bironta lishni narsa bo'lmaydi. Mana bu bizning shitimizning ichki tomoni. Shitimizga alohida e'tibor berasiz. Dahshat qilib yig'ilgan. Bu yerda 7 ta funksiyalik, xohlasangiz suvni 5,5 kW tok ishlab 200 bar sepsin, qolgan funksiyalarga mana bu yerdan burab 2 kW tokga qo'yasiz, 100 bar sep beradi. Bu degani sizni ximiyangizni, penangizni, voskingizni, suvingizni ekonom qilib beradi. Общий qilib bitta mashinaga 60 litr rasxod qiladi. Mana bu shitimizning yuzgi tomonida necha voltdan tok kerakligini har bitta faza ko'rsatadi. Komplekt ichimizda ikkita pistoleti bor, bittasi suv, bittasi pena. Pistoletlarimiz Germaniya mahsulotlari, mana bu yerda yozilgan birkalari Germaniyadan keltirilgan maxsus klientlarimiz uchun. Bu 5 ta apparatimiz siz Qashqadaryo uchun yig'ilgan onlayn variant. Onlayn nima degani? Siz через telefon qancha daromad bo'libdi, qancha rasxod bo'libdi, bemalol kuzatib tursangiz bo'ladi. Masofadan turib ham ko'rsangiz bo'libdi, qanday bo'libdi, necha pul bugungi tushgan savdoni bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Mana bunday bizning santexnikamiz ham tayyor bo'ladi. Motorimiz tureyskiy 5,5 kWlik, pompamiz italyanskiy. Bu pompamiz, motor pompamiz pistoletni qo'yvergan paytda motorni o'chiradi. Bitta mashina 1 minutiga motor pompamiz 12 litr rasxod qiladi. Komplekt ichimizda mana pistolet держателlari bo'ladi. Ikkitadan har bitta boksga. Bu yerda konsollarimiz italyanskiy variant, har bitta boksga ikkitadan konsol mo'ljallangan. Komplekt ichimizda 20 metr shlanka bor, 20 metrdan o'tsa 60 mingdan perdoplata qilinadi. Apparatlarimizni kaffolati 1 yil 5 oy servis xizmati bor. Kimga qanaqa maslahatlar kerak bo'lsa, tushunmagan joylari bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsangizlar, o'zimiz sizga batafsil ma'lumot beramiz. Qurilmagan joyni endi qurilishni boshlamoqchi bo'lsangiz, bemalol murojaat qiling, sizga qanday qurilish kerakligini batafsil ma'lumot beramiz. Komplekt ichimizda mana kovrak dvigatellarimiz 2 xil variant bor. Mana bu bizning kovrak dvigatelimiz rossiyskiy va kovrak dvigatelimiz nerjevikadan bu yer o'zimiz ishlab chiqaramiz. Komplekt ichida 4 ta kovrak dvigatel bo'ladi. Komplekt ichida yana 5 oy servis xizmati bor deganda, bizda mana tabletka, regulator, blok pitaniya, mana shunga o'xshash dozatron, mana shunga o'xshash maydachilardan bitta zapas tashlab ketamiz. Ko'pra priyomnigimizga 6 oy garantiya beramiz. Mana Tailanddan keltirilgan. Pul tanlanmaydi, любой xil pulni bemalol oladi. Bu kiyishlarimiz korpuslari nerjavikadan, zanglamaydi, churmaydi, bir gram suv etmaydi. Usti esa shisha. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqa qilinglar. Sizlarni Mo'ysam ofisiga kutib qolamiz. Hammangizga kattakon rahmat.